Kimdir akkordni kvinda qilyapti, kimdir kvarta qilyapti-da. Bunaqa bo'lmaydi. Men bilardim, dadam nimadir eshitadilar, lekin maqomligini bilmaganman. San'atkorlarning ichida menga nasib qildi Hazrat Navoiyni qabrlarini ziyorat qilish. Maqom deganda albatta haligi to'n kiygan, do'p kiygan yoki bo'lmasa cho'ponlarda yuradigan ijrochilar ko'z o'ngida kelsa, Otaxon Matyoqubovni bugun 90 yilliklari ijodiy kecha bo'lyapti. Hammalaringiz o'sha yerga kiringlar. Hayajonsiz menimcha ijro yaxshi ham chiqmaydi shekilli. İlyos Arabovga o'xshagan shogirdlarim borligidan quvonaman. Maqomlarni tagida ilohiylik bor. Sovg'a salomlarimiz bor. Xudo xolasa ustoz tabriklaymiz. Tabir qilib bo'lmaydi maqomda. Tugadi. Turizm sohasidagi zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq bilishni istaysizmi? Lekin savol berishga biroz tortinyapsizmi? Unda biz barcha savollarni siz uchun o'z ishining ustalariga beramiz va ular o'z kasbkorlarining ikir-chikirlarigacha siz bilan bo'lishadilar. Siz profiga 10 ta savol ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Maqom ijrochisi. Assalomu alaykum. Men Ilyos Arabov, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist, maqom ijrochisiman. Bugun siz mening faoliyatim bilan yaqindan tanishasiz. Maqom bilan shug'ullanishingizga nima turtki bo'lgan? Yoshligimizdan uydagi muhit shunga bog'liq bo'lgan. Endi san'atkorlar bo'lmasa ham shinavandalar bo'lgan uyimizda. Dadam juda ham yaxshi ko'rganlar. Men buni qachon angladim? Musiqa maktabida o'qib, musiqa maktabini bitirgandan keyin Buxoro davlat san'at bilim yurtiga o'qishga qabul qilindim, maqom yo'nalishi bo'yicha. Keyin uyimizda o'shaligi проигрыватель deydi, o'sha plastinka o'qiydigan uskuna, hali magnitofonlardan oldingi holat bu. Shuni plastinkalarni qarab tursam agar Komiljon Otaniyozovning 3 ta plastinkasi, G'ulomjon Yoqubovni davradagi yulduzlar degan plastinkalari chiqqan, Sherali Jo'rayevni Karvon degan plastinkalari chiqqan paytlar ekanda o'sha. Qarasam, menga kerakli manbalar chiqyapti. Chunki Komiljon Otaniyozov juda ham ko'p o'sha yerda maqomlarni aytgan, Xorazm maqomlarini. Undan tashqari Tavakkal Qodirovni Yor qo'lida ko'za degan bunday qiz bolaning rasmi bo'lardi. Miniatyurni qilib ko'zani ushlab turgan qizni rasmini ko'rganman-da. O'shalarni dadam eshitardilar. Men bilardim, dadam nimadir eshitadilar, lekin maqomligini bilmaganman. O'ylab qarasam agar keyinchalik buni angladim. Dadam mana 5 yoshimda vafot etganlar. Ungacha mana 5 yoshgacha bo'lgan jarayonda biz o'sha muhitning ichida katta bo'lganmiz. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, yaxshilarni yaxshi so'roqlar. Dunyoda ko'p yaxshi odamlar, yaxshilarni yaxshi so'roqlar. Joni dildan sevib ardoqlar, yaxshilarni asrang yaxshilar. Omon bo'lsin doim yaxshilar. Mana shu Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek Milliy musiqa san'ati instituti maqom cholg'u ijrochilik kafedrasi bo'lim boshlig'iman. Men hozir
kafedramizdagi jarayon bilan sizlarni ozgina tanishtirmoqchiman. Hozir birinchi kurs talabalarimiz uchun ansambl darsi bo'lyapti. Hozir shu bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Tugatishlaringizni kutib turdik. Yaxshimisizlar? Yaxshimi? Farangiz tuzuymisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tayyorgarlik qanaqa bo'lyapti imtihonlarga? Judayam yaxshi. Yaxshimi? Davomat yaxshimi? Davomat? Ha, davomatimiz judayam yaxshi. Talabalar qiziqish bilan yangi dastur berganmiz. Shu ustida ishlayapmiz hozir. Bir narsani ma'lum qilmoqchi edim. Otaxon Matyoqubovni bugun 90 yilliklari ijodiy kecha bo'lyapti. Hammalaringiz o'sha yerga kiringlar. O'sha konsertni ko'ramiz, ustozni tabriklaymiz 90 yoshliklari bilan. Ilohim biz ham shunaqangi yoshlarga kirib, mana shunaqa elda aziz bo'lib yurish nasib qilsin. Kamchiliklar bo'lmasa agar, savollar bo'lmasa davom ettirishlaringiz mumkin. Mayli. Sog' bo'linglar. Xo'p. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Hormanglar. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Zafarjon yaxshimisiz? Bu bizning kafedra bo'ladi. Bu mana shu kafedrada ham kafedra ishlari olib boriladi va mana darslarim ham shu yerda bo'lib o'tadi. Mana bugun o'quvchilarimiz konsertga tayyorgarlik qilishyapti. O'zi aslida o'tiringlar. O'zi aslida darslarimiz individual holatda o'tiladi, yakka tarzda o'tiladi, lekin bugun o'sha konsert jarayoniga bularni taklif qildim. Tayyorgarlik jarayonini o'tkazish uchun bular bilan hozir programma tanlashimiz kerak. Faqat maqomlardan chalishimiz kerak. Maqomda o'sha cholg'u bo'limidan, o'shanga Zafarjon sizga ham maslahatingiz kerak bo'ladi. Keyin ashula bo'limidan ham chalishimiz kerak. Hozir shunga bitta ko'rib chiqsak-da, ikkalari Saqili Sultonda chalinglar. Saqili Sulton chalgansiz o'tgan imtihonda. Rez berib turing. Rez berib turingsiz, rez. Rahmat. Rahmat. Shtrixlarni bir xil qilib olishimiz kerak. Akkordlarni bir xil qilib olishimiz. Hozir kimdir akkordni kvinta qilyapti, kimdir kvarta qilyapti-da. Bunaqa bo'lmaydi. Shtrixlarni bir xil qilib olasizlar, sizlarga vaqt. Ikkalaringiz ham cho'gansizlar, lekin maqsad ikkalaringizni cholishlaringizdan ansambl bo'lish kerak-da. Kimdir masalan qilyapti, kimdir u juda ham keskin farq qilib qoladi-da. O'sha uchun iloji bo'lsa, men kelasi darsgacha sizlarni bir xil qilib eshitaman. Nusrat, siz nima chalayapsiz? Saqili rak-rak. Yod bo'ldimi? Yo, ozgina bormi ya? Qani bir xona eshitaylik-chi. Yaxshi Nusratbek, u kunkilarga qaraganda ancha yaxshi, lekin baribir dadilroq chalish kerak. O'sha miyanglarni berganda tushunyapsizmi? O'sha pirrang qilganda bo'lish kerak-da. Tushundingizmi? Rahbarlik qilish taklifini qanday qabul qilgansiz? Kafedra mudirligini taklif qilishganda rosa ikkilanganman, chunki baribir ijodkor uchun qanaqangidir bir rahbarlik vazifasi yanada mas'uliyat yuklaydi. Undan tashqari ko'p ishlardan band qilib qoladi-da. O'sha uchun
man boshida rozilik bermoqchi emas edim. Keyin o'ylab qarasam agar baribir shu sohani vakili bo'lgandan keyin iloji bo'lgancha man shu sohada qanaqadir fidoyilik qilishga to'g'ri kelib qoladigan joyi bo'lib qoldi-da. O'shanga kamchiliklarni bilardik. Chunki shu kafedrada o'qidik. Shu kafedraga qanaqangidir baribir yordam berishim kerak, baribir shu yaxshi tomonlarga harakat qilishim kerak degan fikr paydo bo'ldi va shu uchun rozilik berdim. Maqom bu nima? O'zbekda qanaqa musiqa bor deganda birinchi bo'lib ko'rsatiladigan narsa maqom hisoblanadi. Chunki boshqa estrada bo'ladimi yoki boshqa janrlarimiz mana shundan ilhomlanib chiqqan bo'lishi kerak o'zi aslida. Bu kunga kelganda. Masalan, Ozarbayjonlarda ham shunaqa. Masalan, Ozarbayjon estradasini eshitasizmi? Ozarbayjon operasini eshitasizmi? U baribir Ozarbayjon maqomlarini hidi kelib turadi. Yoki Eron ham shunaqa. Eronda ham bor, misol uchun Uyg'urlarda bor maqom, arablarda bor maqom. Bu maqom o'sha har bitta millatni tarixini, uni qay darajada bir ma'naviy jihatdan, madaniy jihatdan boyligini ko'rsatadi o'zi aslida. Masalan, tasavvur qiling, 9-13-asrlarda bizda mana shunaqangi mukammal janrdagi, hozirgacha yetib kelgan mukammal janrdagi musiqa asarlari bor bizda. Vaholanki 8-9-10-asrlarda ba'zi bir davlatlarda hattoki davlat ham bo'lmagan. Bizda o'sha paytda u saroy musiqasi sifatida e'tirof qilingan va shu kungacha yetib kelishiga ham sabab shu bo'lgan. Zulfsun yüzgül sarvi gülandanım Maqom deganda odamlarning ko'z oldiga nima keladi? Bilmayman, shunaqangi bir psixologiya bo'lsa kerak, bir zapiska kirib borganimda qaysidir estrada xonandasiga dutor chalishim kerak edi. Endi men shu haligi zamonaviy kiyingan jinsi shimlarda, futbolkalarda, sochlarim haligi daqa taralgan dutor bilan kirib bordim. Dutorim ham o'sha haligi gitaristlarni chexolidaqa hozir juda ham rivojlanib ketdi. Shunaqangi chexollarda kirib borsam agar, undoq meni boshdan oyoq qaradida, krossovkalarda kirib borganman. Dutorchimisiz dedim, aytdim. Ha, dutorchiman. Aytdim, nima, dutorchiga o'xshamayapmanmi dedim-da. Keyin shunaqa desam agar u aytdiki, oldin dutorchilar boshqacha bo'lardi-da degan fikrni bildirdiki, shundan men bilamanki, odamlarda shunaqangi lattali anaqada kirib kelishim kerak edi men. Bo'zga o'ralganmi bir hali duxovalarga tikilgan chexollarda kirib kelishim kerak edi dutor bilan. Shunaqa tasavvur qilishgan shekilli-da. Keyin o'shandan o'ylaymanki, odamlarda shunaqangi tushuncha bor ekanki, haligi maqom deganda albatta haligi to'n kiygan, do'p kiygan yoki bo'lmasa cho'ponlarda yuradigan qanaqangidir soqollarni qo'ygan chol ko'rinishidagi ijrochilar ko'z o'ngida kelsa, men unaqangi fikrdan yiroqman. Biz shunaqangi milliy liboslarimizni kiyamiz. Qayerda? Konsertlarda, syomka jarayonlarida yoki bo'lmasa o'sha chet ellarga borganimizda, albatta men bu gal borganimda, Fransiyaga borganimizda hattoki oyoq kiyimimizga ham e'tibor berishga harakat qildikki, mahsida chiqamiz dedik. Chunki yaktak kiygandan keyin ustidan to'n kiyib, belbog'ni bog'lab, do'ppini kiygandan keyin oyoq kiyim hali Yevropacha bo'lishi kerak emas degan fikrda aytsam, bolalar qo'llab-quvvatladi, jamoamizdagi bolalar. Va biz o'sha Chorsiga borib, o'sha yaxshi mahsini topib, o'shani xarid qildik-da va chiqdik sahnaga. Sahnada endi shunaqangi bir yarashib turibdi. O'zim xursand bo'lib ketyapmanki, biz haligi to'la qonli milliy kiyimda chiqdik degan fikrda xursand bo'ldim shu narsadan.
siz uchun qadrli yutuq. Diplomlarimiz uyda ko'p saqlanadi, asl nusxalari. Lekin bu yerda mana e'tirof qilinadigan esda qolarli diplomlarimizdan biri bu o'sha Ozarbayjonda Mug'om olami 5-xalqaro festivalida 1-o'rinni egallaganmiz. Shunda borib, juda ham bu ham tarixda men uchun qadrli sahnalardan bittasi hisoblanadi. Har bittasi bilan bog'liq tarix muhrlanganda, chunki masalan sharq taronalarida qatnashganimizda ham men uchun sharq taronalarining sahnasiga chiqish juda ham katta bir sahna hisoblanardi-da. Men u yerda chiqib, o'sha haligi shu butun dunyoni oldida Registon maydonida ashula aytishim men uchun bir katta baxt edi. Men shu baxtga muyassar bo'lganimdan juda ham xursandman. Bu yerda yana mana Afg'onistondan shunaqangi statuetka deydi. Shunaqa berilgan. Afg'onistondan 2021-yil o'tgan yili aprel oyida borganmiz. Hazrat Mir Alisher Navoiyni qabrlarini ziyorat qilganmiz navoiyshunoslarimiz bilan. Qolaversa, u yerda katta konferensiya bo'lgan, xalqaro konferensiyada chiqib sahnada ashula aytish baxtiga muyassar bo'lganman. San'atkorlarning ichida menga nasib qildi Hazrat Navoiyni qabrlarini ziyorat qilish. Chunki o'sha yerdagi holatni eslaydigan bo'lsak agar, navoiyshunoslarimiz o'tirib ko'z yosh qilishdiki, chunki ular uchun Navoiyni siymosi, Navoiyni ijodi poydevor hisoblanadi-da. Ustozlarimiz kela olmagan bu yerga qabrlarni ziyorat qilishga, lekin bizga nasib qildi deb shunaqangi ko'z yosh olganda men juda ham bir hayajonga tushganmanki, san'atkorlarning ichida ham baxtli ekanman deb shunaqangi bir his paydo bo'lgan. Nahorgi oshda maqom ijro etilishiga munosabatingiz? Mana bu nahorgi oshlarda bu o'sha maqom yo'lidagi ashulalar yoki maqomlar ba'zi bir qismlari aytilishi yaxshi. Chunki har holda o'sha jamiyatga bizda shunaqangi bir ulug'vor musiqa borligini eslatib turadi. Mana hozir maqomga juda katta e'tibor berilyapti. Davlatimiz tomonidan juda ham bir qo'llab-quvvatlanyapti maqom yo'nalishi. Mana institutlarning alohida bo'lib, konservatoriyadan ajralib ochilishini ham sababi mana shuni maqomlarimizni ham ilmiy, ham nazariy, ham amaliy tomondan izlanib va buni uzoqroq muddatga, uzoq asrlar davomida yanada avlodlarga yetkazish maqsad. Yog'magar shahdu shakar yalab durur jonima payvastanovat otg'ali g'amza o'qin toshida yoylab durur. Yaqinda mana yana bir yangiligimiz bor. O'quv qo'llanma tayyorlayapman. O'sha Faxriddin Sodiqov ansambli ijro etgan kuylarni o'sha notaga tushirib va uni QR kodli qilib chiqarmoqchimiz. Aynan audio yozuvlari bilan birgalikda. Keling, Malika opa, keling. Assalomu alaykum. Bu kishi meni ustozim, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Malikaxon Ziyeva bo'ladilar. Hozir aynan o'sha mana bu kitob haqida gapiryaptim. Malika opa o'sha Faxriddin Sodiqov ansamblining o'zingiz tavsiyangiz bilan qilganman bu narsani.
Bugun ertalabdan kelib shuni ozgina chop etdimki, sal ko'zimizga ko'rinarli bo'lsin va qanaqa ko'rinishda bo'lishi haqida nima qildim. Juda chiroyli. Men bitta nimasini hali bunday chiqarmasingizdan oldin olib kirib o'sha suvorani choldiryapman. Juda go'zal nima qilingan. Hammasi joyida. Usuli ham joyida. Xudo xolasa buni o'sha aynan o'sha QR kod bilan qo'ysak agar audio yozuvlarini qo'yib, juda ham bir zamonaviy kitob ham bo'ladi. Lekin ustozlarimni, meni ustozimni ruhlari shod bo'ladi-da. Bu juda ham bir katta ish. Sizga muvaffaqiyat tilayman. Bundan-da katta ustozlarning asarlarini, mumtoz asarlarini shunday nota yozuviga yozib yoshlarga qoldirishingizga sizga katta muvaffaqiyat tilayman. Rahmat ustoz, rahmat. Ustozlar oldida ustozlik qilish mas'uliyatlimi? Albatta, ustozlik bu juda ham bir katta maqom hisoblanadi. Qiyinchiligi bor, chunki mana biz nimaga hozir Malika opam bilan mana shu yonma-yon mana 20 yildan oshib qoldi. Kelganimiz mana shu Toshkentga kelganimdan qo'llarida yuribman va ustozimdan juda ko'p o'sha nafaqat ijrochilik yo'nalishidagi uslublarni yoki boshqa bu pedagogik tomondan ham ustozimdan juda ko'p narsani o'rganganman. Bu uchun ustozimdan minnatdorman. Ustozimga tashakkur bildiraman. Ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Uzoq yillar mana shu bizga o'xshagan shogirdlarni tarbiyalashda voyaga yetkazib, mana shunaqangi bir katta bir shoh supalarga, sahnalarga olib chiqishlariga tilakdoshman ustoz. Ustozni shogirdi yoniga kelib bag'riga qo'shilishi bu juda bir katta quvonch. Bular bir niholni katta qilib siz daraxt qilasizda, shuni mevasini ko'rasiz. Men mevasini ko'ryapman. Ustozlikda juda ham baxtliman, chunki shu Ilyos Arapovga o'xshagan shogirdlarim borligidan quvonaman. Maqomga yangilik kiritish mumkinmi? Maqom janrini agar nimadir qo'shib yoki ko'rinishini buzgan holatda bir yangilik qilinadigan bo'lsa agar faqat maqomga putur yetadi. Uni aslicha saqlash kerak o'zi aslida. Unga yangilik qilaman deb buzib qo'yish mumkin. Maqomga yangilik qilish uchun, maqomga bir nazira qilish uchun maqomdon bo'lish kerak. Maqomni to'laqonli uni o'rganib turib, undan keyin nimadir qilish mumkin. Masalan, mana Buxoroda ham ustozlarimiz hozir maqom yo'lida ashulalar bastalashyapti. Endi ular nimaga bastalash? Ular to'laqonli u maqomni yod olgan, maqomni haqiqatan ham maqomdon sifatida e'tirof qilingan. Shu uchun ular qila olyapti bu narsani. Agar hozir maqomni qaysidir qismini bilib turib, yana bitta bastakorlikka qo'l uraman deb qilsangiz agar, u faqat buzilgan holat bo'ladi xolos. Cover qilib bo'lmaydi maqomni. Mana hozir tadbirimiz ham boshlanib qoladi. Otaxon akamizni, Otaxon Matyoqubovning ustozi 90 yilliklari ijodiy kecha bo'lib o'tadi. O'sha ijodiy kechaga xudo xolasa bizni ham maqom cholg'u ijrochilik kafedramizni tabrigimiz bor va sovg'a salomlarimiz bor. Xudo xolasa ustoz tabriklaymiz. Alaykum assalom. Alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Rahmat. O'zlaringiz qalaysizlar? Katta olqishlarga sabab bo'lgan gastrol safaringiz. 2008-yilda birinchi marta o'sha ustozim bilan Malika opam bilan birgalikda Fransiya va Portugaliya davlatlarida konsert berganmiz. U yerda o'sha o'zbek sozlarini ko'rsatishga harakat qildik.
boshida o'sha borganimizda endi men ham dutorchi, ustozim ham dutorchi, qanaqa bo'larkin degan fikrlarni aytishdi. O'sha haligi elchixonadan kelgan 1,5 soatlik konsert bo'lsa, u yana 4 ta konsert qo'yish kerak. Undan tashqari Portugaliyada 5-konsertlaringiz bor. Ikkalalaringiz nima qilasizlar degan fikrlarni berib, sal qo'rqishganda nima qilishar ekan. Keyin Malika opam aytdilarki, sizlar xavotirlanmanglar, biz tayyorgarlik qilib kelganmiz. Faqat konsertga kirib tomosha qilsalaringiz bo'ldi degan fikrni bildirdilar. Keyin konsertimiz shunaqa boshlandi. Men endi u yerda tambur olib borganman o'zim bilan, dutorimni olib borganman, sato olib borganman, undan tashqari doira olib borganman chalib aytish uchun va g'ijjak sozini olib 5 ta soz olib borganman. Maqom turkumlarimiz kamida turkum aytsangiz 20 daqiqa, 25 daqiqa bo'ladi. Shunaqangi turkumlardan 1-2tasini aytdik. Oxirida keyin shu mavrigilar bilan, o'sha haligi buxorocha mavrigilar bilan shu ohangda doirani olib tugatganmiz. Konsert tugadi. Konsert tugagandan keyin biz chiqib ketdik va qarsak tugagani yo'q hali. Biz yana qaytib kirdik. Ustoz bilan birgalikda ta'zim qilib 3 marta ta'zim qilib chiqib ketsak ham tikka turib qarsak chalishgan. Oxiri keyin endi haligi bizga bitta narsa chalib qo'ymasak bo'lmaydi deb keyin o'sha yerda keyin yana ozgina bir shingil narsani aytib, keyin sahnani tark etganmiz. Ijodingizga bildirilgan yuksak e'tirof. Fransiya safarimizda ham konsert tugagandan keyin biz o'sha hovliga chiqdik. O'sha kiyimlarimiz bilan bizni taklif qilishdi, rasmga tushmoqchi muxlislar, o'sha yaqinlar kelgan deyishdi va biz chiqdik, suratlarga tushdik. Keyin bir fransuz ayoli oldimga keldi, ko'rinib turibdi fransuzligi. Ilyosbek yaxshimisiz deb men bilan ko'rishdi. Friedrich degan bir ayol, buni ko'pchilik o'zbekistonliklar ham tanir ekan. Men endi ko'p uzoqdan ko'rganman, lekin yaqindan tanishmas ekanman. Men sizga muxlisman deb keldida va bu menga juda ham bir yoqimli gaplar bo'ldi. Chunki u kishi aytayaptiki, sahnaga chiqqan kuningizdan boshlab men kuzatib boraman degan fikrlarni bildirib, juda ham bir yaxshi gaplarni gapirdilar. Ular o'sha Temuriyshnos ekanlar. Temuriylarni ular ota-bobolari o'sha Temuriylarni o'rganib, o'sha fransuz tilida juda ham ko'p kitoblar chiqarishgan ekan va ulardan shunaqangi bir e'tiroflarni eshitdim. Undan tashqari o'sha Fransiya radiosi kelib alohida intervyu oldida va bizni o'sha konsertimizni to'liqligicha Fransiya radiosida berildi. Foydali blitz. Rejalaringiz. Fransiyaga borib kelgan safarimiz bizga yanada boshqa festivallarga yo'l ochdi. Tashkilotchilari Portugaliyaga taklif qilishyapti. May oyida Xudo xolasa Portugaliya bor, undan keyin sentyabr oyida yana Fransiyada juda ham katta bir jamoa bilan chaqirishyapti. Gastrol safarlaringizni kim moliyalashtiradi? Aynan hozir borib kelayotganlarimizni Fransiya davlatini o'zi moliyalashtiryapti. Ijro paytida hayajon bo'ladimi? Albatta hayajon bo'ladi. Hayajonsiz menimcha ijro yaxshi ham chiqmaydi shekilli. Eng katta moliyaviy yutug'ingiz? Shu Ozarbayjonda bo'lgan. Aytmayman.
sirligicha qolsin. Intervyuni 3 ta so'z bilan yakunlang. Maqom, maqom, maqom. Turizm sohasidagi zamonaviy va qiziqarli kasblar haqida ko'proq bilishni istaysizmi? Lekin savol berishga biroz tortinyapsizmi? Unda biz barcha savollarni siz uchun o'z ishining ustalariga beramiz va ular o'z kasbkorlarining kir-chikirlarigacha siz bilan bo'lishadilar. Siz profiga 10 ta savol ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Mana siz bugun mening faoliyatim bilan qisman bo'lsa-da tanishdingiz. Maqom san'atiga ozgina bo'lsa-da qiziqish uyg'otgan bo'lsa, bundan g'oyat mamnunman. Tugadi.